Bizningki bu programmamiz haqiqatan do'stlarningki ko'rishiga, e'tirof qilishiga muyassar bo'ldi deb o'ylayman. Bizningki mush taom madaniyatimiz orqali do'stlar bilan davlatimizdagi har qaysi millatlar bilan bo'lgan do'stligimiz texim yuksak bo'ldi deb o'ylayman. Naytim to'g'ri aytdingiz Javdat. Oshpaziston talon sahnasi programmasimi Shinjongning har qaysi joylaridagi oshpazlikni yaxshi ko'radigan, tamoq etishni yaxshi ko'radigan va tamoq madaniyatiga qiziqadigan do'stlarimizning bu sahnaga kelib o'zininki alayligini namoyon qilishini chin ko'nglidan umid qiladi. Bizningki shu davlatlik birinchi darajalik oshpaz ustamlar, baholuvchilar, shundaqli korxonchilar, taom madaniyat tadqiqotchilari kelibdi. Bu programmaga tizimiltidiganlar kayni-kaynidan zatimish paydaymikin deyapman. Uni desangiz, balki shu programmaning oxiriga borgan chaqda balki bizmi tizim qilishimiz mumkin-a? Uni bir narsa deb bo'lmaydi. Xizmat emas, men qo'shnilarning bilan hayotning unda so'g'irdigan ekansa. Bularni o'zining shirkatini tashlab etib, shu oshpazlikka qarab yurish ketamiki ya? Texi tamoq yeymiz deb bodunga berib olsak, uning nimamizni ko'ring deb karomatini, Programmamızda neticeге erişken mahirlarını Şinjan Aşpaz Ustam Yemek-İçmek Başkuru Çeklik Şirketi kattı mukapatlarla mukapatlaydı. Birinci derecelik mukafat 100 milyon nakbol. İkinci derecelik mukafat 50 milyon nakbol. Üçüncü derecelik mukafat 30 milyon nakbol. Cevdet ondan olsa bugünkü 3 nefer mahirimizi sektimizge teklif kılamdı. Oldu şimdi aklımızda. Oldu. Kızgın alkışlarımızla bugünkü 3 nefer mahirini sektimizge teklif kılımız. Merhamet. Merhamet. Yaxşımsızlar mahirlar, sizlarni qarshi olamiz. Yaxshi turdinglarmi? Yaxshi. Oldi bilan bir o'zaro tanishib boqamdiq. Ashtaqlaylik, tanishmasak bo'lmaydi ekan. Men Qashqarga kelgan Abdurahmonjon Ismoilovman. Qashqarda ishlamsiz? Qashqar Yansal ishlayman. Sizchu? Qashqardan kelgan Iymon Turdibolman. O'zlarchu? Yaxshimsizlar tomoshabinlar, men Qashqar viloyati Yansal rayonidan kelgan oshpaz ustam Nurali bo'laman. Wow. Mayır bir yerlik yaptım. Mayır bir yerin kaptı ha. Bugün senin rıkabetin ait keskin boğdak. Mayır hakikaten ilgisiz davazım ha. Bu mayır el Qashqarda davazlar tamoqsin bir. Şuna uyg'ot qolib, agar bundan ilgiz olsaydı qozon pishirib qanday mashg'ulot qilib bordigan. Kim ya tamog'ini etib ilgiz binoga tamoqsin deb bo'ladi. İşte o'xshaydi. Shu qo'rg'ichi bilingiz og'irmanda shu bu yil bilan. Kelib qoldi. Ma ustam qozonni ko'tarib beraman. Abdurahmon, siz oshpazlik kasbi bilan shug'ullangan qanchalik bo'ldi? 8 yil oldu. O'zingiz bu kasbni yoqtiramsiz? Yoqtiraman. Qanaqa qilib bu kasbni tanlab qolgan? Bu kasbga kichkina qiziqishim bor edi, kichkinadan. Yoqtirib, o'yitga tamoq etib berdim odatda. Kichkinazdan tartibla uyga yordamlashyapsiz. Anamdan kim o'sha ekranni ko'rib oshpazlikni. Andan do'yin ko'ysho o'shirib ko'rib hozircha. Texmi qiziqishim eshib, mush bir sayani o'zimning ortiqligini joriy qildirib, mush yoshliga yoki ular o'zini namoyon qilib qo'yib chiqqan. Yaxshi bo'pti, qarshi olamiz. Yaxshi bo'pti. Qarshi olamiz. Hozir mayoq deydi-ku, men kichigimdan tortib, men shu qozon beshiga ishiga qiziqatdim deb. Opam menda dedi-ku meni. Men qozon beshining ishiga aralashmay, men oyoq qo'ra dedi-ku men. Yana birsi, da paran qilib bersam, gap sotmay ishingni qila dedi. Hozir chaqchaq qilib ancha-muncha pul tepib, gap setib, opam qilib bersam, bo'lam nima, bolam deb boshladi. Mana har bir kasbning o'zi xos xususiyati va aloyligi bor. Imomjon, siz mush oshpazlik kasbiga siz qanday qiziqib qolgan? Men shu kichkimdan qiziqatdim bu kasbni, suyatdim men. Shu bizning uyda qiz farzand bo'lmaganligi uchun mush oshpazlikni o'ynashga muyassar bo'lgan. Tamoq etib bergan odam yo'q, shu o'zingiz oshxonaga tushib ketdingizda, suyatdingiz. Bekerek suygashga shu oshpaz bo'libdikan. Unda xo'schi sizchu? Siz sportchi bo'lmay oshpaz bo'lib qolganingiz qiziqda. Egiz balkan bu. To'liq o'tiruvchi vaqtimda oshpazlik sinfiga tizimlab kirgan. Shu chog'da shu o'qituvchilarning so'zlashuvi bilan qiziqib kirib qolgan. Hozirchi asosiyatdan qanday taomlarni bekerek? Hozir issiqsay qo'ryapman. Issiqsay. Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ondan olsa programmamızın texmi adil bo'lishi uchun oldi bilan bizning bağlığıcılarımızın biri bo'lgan Luqman muallimni so'zga taklif qilamiz. Programmaning qoidasini bir tushuntirib o'tgan bo'lsa. Bo'ladi, unda bo'lgan bo'lsa, mayirlarimiz naq maydonda yuziningki nazoratchi ustozlarini chektatish orqali vujudga keltirib tanlab chiqdi. Bo'ldi, oldi bilan chektatimiz qani bizningki nazifa ko'zimiz saktimizga keltirilsin. Keltirilsin. Mayirlar o'zinglarning ta'limini sinab yiqinglar. Mush orqali o'zinglarning nazoratchi ustozlarini tanlaysizlar.
Abdurahmonjonniki nazoratchi ustozi. İbrahimcan İbrahimjon Usta. ustam, ha? İmamcan sizlarcha. Rustamjon usta. Nurali. Yunuscha usta. Bo'ldi sizlarga omad yor bo'lsin. Javdat bu 3 mayirni sizga topshirdim. Men topshiring. O'ng'a burilib qadamlab marsh. Yaxshimizlar kanaldagi barliq ko'rmanlar, barliq ustozlar, Abdurahmonjon ustamdan sizlarga o'tliq salom. Men kasbiy hayotimda o'zimning ortiqchligimni joriy qildirib, yetarlilikni texmo o'rganish maqsadida talon sayensiga yetib keldim. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Shinjongdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Shinjongning nozil ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Shinjong ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'p qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shunaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Va mana qarang Javdat, bizning bugungi birinchi nomerlik mayirimiz Abdurahmonjonning bizga tayyorlagan katta polosi. Poloni ko'rgan hammamiz eg'iz tekkan, lekin mandaq rang bezganni ko'rib baxmatdik-a. Bu bekli katta polo bo'pti-jimi? Buni hamda ismi bog'i deyman, bunday ismi. Poloning ismini deb beramsiz. Qadimiy kiroran 2 xil ta'mlik polo. 2 xil ta'mlik polo. Nimishga 2 xil ta'mlik polo dedingiz? Bu poloning özünü biretimiz mavi öküz bilen kuygan el biretimiz. Anım bolsa. Şikil taymış kılın. Xinem kömey otamla malon sugi nimini üçeyni diyemiz. Ma çörüstüklerim qasaq bopke aslida ma mevi bezaklarına. Bu polonun rengi sop-seriq chiqibdi o. Bu bizniki ma yerlik guruchlarga o'xshamaydi ekan-da. Ya bu kiroran deb şu alaydisin qo'ydim. Bu guruchning ismi kiroranmi? Chiroyli qilganlik uchun kiroran deb qo'ydim. Adat chiroyliqlarni kiroran deydi-ku, ha. Bu guruchga qaraganda yerlik guruch ishlatmaganda qilib tursiz-a? Ha, yerlik guruch. Qarang bu balon yeshimni degiz kelmayotdi. Deppak iskemet. Parasitliklar deyilgan o'xshamaydi. Bahar Gulmalim oldingi sonlarda mana reseplarni yo'shtiringlar degishga bularni degiz kelmayotgan bo'ldi. Abi bunun ishimizdan mayir sifatida qatnashimiz degan gapimizni ancha-muncha anglab qolgan o'xshaydi. Sal o'ziligi, qo'rqib qolgan ishimizdan. Shunda. Hech qisi yo'q. Ona qo'ysa oldi bilan mushu sizning poloringizning ta'mi qanday oldi, rangi qanday oldi? Yana bizning aziz baholug'uchilarimiz javob bersin. Ha, bo'ldi. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Abdurahmonjon, sizning aytgan pullaringiz o'zgacha ko'rkam bo'pti. Buning ustiga resep yoki şey besibsiz go'shtni o'rniga ham pullarning rangi sera chiqibdi. Buni zapa bilan aytdingizmi? Zapa ham ko'ring. Zapa. Buniki shaklini ko'rkam bo'pti. Ta'mini bir ko'rib baqay. Mehatjon malim nim qo'yg'ini deb turibdi. Qo'ya bizga deb bermagan-di. Deb bermagan isil ustoz yana. Turdim olimga davomli qarayman. Mana turdim olim o'ttirni bak ko'laydi, omad bormikin.
Agar bo'lsa shu 3 oyga bir ig'il tikpaqil bo'lgan bo'lsa. Ha, 3 oyni. Karxanchilar ilib birdan beliq bog'lab olsin bo'ladi. Kemernomda. Odatda biz oshxonaga kirsak, Javdat. Tamoq buyurtganda polodan bir taxta, yesitdan bir taxta deb ayirib buyurtimiz bu. Shunday. Manada yig'incha bo'libdi mana. Tamam polo bilan yesitni. Yesitni aralashtirib. Ha, anandan birini, manandan birini deychilar. To'g'ri. Buna qarab baksam bu gürüş dağlı dana. Olay tamoq oldu. Bazı vaqtlarda biz öylerde pololarni aslida gürüşler bir-birisiga choplashib qolgan ishlar jiq ko'rishadi. Mushu polo odatda qaysi maytga o'xshaydi sizniki? Menimcha zaytun yig'ida biroq o'xshamidi deb o'ylayman. Şahtam qilib o'xshaydi. Şahtamning zaytun yig'idagi. Şahtamning editini ko'rish. Şahtamnikida. Unda olsa o'zining meni direktor o'zi bir tep bas. O'zining qo'rish deymiz biz buni. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Buldu Abdurahman, poloringiz bek o'xshabdi, garchi biz tetib baxmasak-mı, lekin shu ko'rkam holatidanla bizni o'ziga jalb qilib oldi. Bizning bog'liqchilarimiz bu pologa qandaroq baholarni berdi ekan, sizga qanchalik nomer berdi ekan, biz yanla eng oxirdagi natijangizga qarab baqaylik. Onasi past tushib arama ag'ashtiring. Bo'pti, arama ag'ashtiring. Ekran alt ko'rmanlar, men imom turdi bo'lman. Men talant sahnasiga o'zimning talantini joriy qildirib, o'zimning taomlarini ba'zi ustozlarning ba'lishi bilan o'zimning talantini ko'rish uchun keldim. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Şinjangning nozik ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjang ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'p qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundoqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. İmamca ustam Bekzade. Balkim chatda o'ltirgan me'morlarimiz bu ilqi
chiniga qarab ichidagi taomning nima ekanligini bilmasligi mumkin a shundoq bunda qarasam lag'man qilamdi al ismini bir anglab baqsaq nima deymiz hamda buni qashqa vanzi lag'mini deymiz qashqa vanzlag'mini odatda biz vanzi sho'rpisi yo bundaq tomoqlarni ko'proq yeydik lekin vanzi atgan lag'mani yapaqmabdi bu ekanman o'zingizniki ijodiy to'lamda bo'lsa ha o'zining ijodiy man vanziga bek amroq qarangmish man ikki qat vaqtimda maxsus lag'manga sezik bo'lgan undan keyin vanziga yana ayrim buyurtib yeydim vanzi nima agar man mushu vaqtlarda mushu ustam bilan tanishgan bo'lsam balki mushu ustamni izlab mushu lag'manni buyurtib yeyishim mumkin edi bo'ldi unda shikinglar shu priyadan bino olsanglar ustam unda bo'lsa sizning tamog'ingizga mush oldi bilan bog'liqlarimiz bir ig'iz tegib baqsinmi bo'ldi shularning bahosini bir anglab boqaylik sizlar lag'man deb sizlarga bir qachondan kirdik-ku buni odatda chorak lag'man deb turgan vanzi banni unda olsa karxanchilarni yetkazaylik ha ya ilonlar advokatlarni oldida talash qilinmaydi talashamaymiz bu lag'manlarni texma qo'shnilarniki kesma cho'plarni chiqas pek go'zal chiqqanligini deyman ha o'xshaydi Nadira bundaq talaylik bo'lamdi qishimizga bir dinka yana bizga bormikan ma programma haqiqatan odiq chiqadigan programma bo'ldi har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor sal turib pastga tushgandan keyin mashqisi dabo ha ishda bo'lsin ha qani imomjon ustam bu lag'manga siz qanday materiallarni ishlatdingiz qarasam orasida no'qutlarni juramdi nima no'qut bunda go'sht qiyin qilgan venza no'qut yangoq mag'izi laza sho'xla yang yo'q garchi mushu tomoq bir xil tomoq bo'lgan bilan lekin 10 odam esa 10 odamning 10 xil chiqadi shundoq ha hozir mushu imomjon ustamning lag'miniga shunda taqozo olib ketbarman yana biz mushu bog'liqchi ustozlarimizningki fikrlarini anglab bo'lgandan keyin xotirjam bo'lgan vaqtda ig'iz tegib boqaylik mashta qilaylik bog'liqchi ustozlar desin keyin ikkimiz elga yaymamdiq imomjonniki tomoq ustiligini ha mashta undan past aramayib turing ha bo'ldi rahmat sizga qandaqa tetidimi tetimamdiki bak yeyishlik cho'pgan bu e'lon suratga oladigan dapli chiqmay sifatini ko'rib tetib biqib chiqamiz to'g'ri qani suratga elinglar Şinjan Qo'shnur Yemaklik taraqqiyot cheklik şirkati. Yaxshimsizlar ekranda ko'raman do'stlar, yetakchi bog'liqchi ustamlar. Men Qashqar Yongsadan kelgan Nurali To'xti. Men bu qitim Şinjan oshpaziston tanasi kelib, o'z talentimni joriy qildirish va shuning bilan birga kasbimdagi yetersizliklarni texmo to'liqlash, yangi taomlarni o'rganish maqsadida bu qitim faoliyat keldim. Ko'proq madad berishinglarni umid qilaman. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozik ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramand bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan ishidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundoqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling.
Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ha, Nadira. Nurali ishkimiz tayyorlagan tamoq. Qanday qo'ydi? Rostgapni qilsamchi, bu programmaga riyosatchilik qilgandan tortib hozirgacha ko'ribli to'yib qoldim tamoqlarni. Birdan biri esil, birdan biri ko'rkam bu tamoqlar. Ma tamoqning ismiga o'zingizning ismini qo'ysangiz bo'ladi ekan zoti. Qaranglar. Nurali deb. Nurali, tamog'ingizning ismi nima? Chamg'ur dimlimsi. Chamg'ur dimlimsi. Shu men yanına qarsam chamg'urlar chiqib turdi. Bunga shu chamg'ur, go'sht, palik uchida qo'rgan. Bunga ortiq qurish ketmaydi ekanda. Go'shtni-chu go'shtni go'sht qo'y go'shti. Qo'y go'shtidimi? Kal go'shtidimi bo'ladi-ku deyman. Kal go'sht qattiq chiqib qoldi. Qattiq chiqib qolamda. Buni dumlab pishirganmi yoki qo'ribmi? Buni avval qo'rib olamiz, endi dumlab chiqib pishirgan. Yuqori besimli qozon dumlab pishirgan. Bulada unda bo'lsa bizning bog'liqlarimiz bir tetib baqsin. Qani bizning 3-numurlik mayirimizga qanday taklif fikrlarni berdi ekan? Bo'ldi. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Chamg'ur dimlimizga. Nadira, mayki pichini ko'ring deyman. Yegim kapitami kelib turib oldim. Yo, pek o'xshagan chiray zodi. 这个掐麻菇不知道老师知不知道，很有营养的一个食材。对，白色的这个，对，它的口感有点，对，它的口感是有点，既是像胡萝卜，又像土豆，反正相结合的一种口味儿，是不是很好吃？对，它对肺非常的好。Chamg'ur dimlimiz bo'lgandan keyin buningda chamg'ur bekarak muhim rolni o'ynamiki deyman. Chamg'urni cho'qim tetib yiqinglar ustozlar. Ma chamg'ur bo'lib odam badaniga pek foydali. Basila bil barayliq yo'lda yolg'izlik yomon Nadira. 这个好像只有在新疆有。对，刚才我已经介绍过了，就是这个食材营养价值很高，而且对清肺的作用。它跟羊肉搭配是绝佳。我们平时在家，小孩咳嗽了，或是老人生病了，我们大多数都会用这个掐麻菇炖羊肉，给他们喝它的汤。Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Qandaq, bugun o'zingizning aytgan tamoqiga rozimisiz? Rozi. Odatim shundaq qo'rimadan. Odatda shundaq qo'rimiz tamoqlarda shundaq qo'rib chiqarib. Odat sizlarning oshxonada bakarak olqishga erishilgan tamoq. Mushu odatda. Mush tamoq. Organik bo'lgandan keyin hammamiz tabiiy mahsulotlarimiz bilan ham ilqay qanday dardama ishlatmaymiz, shu tuzlilar. Agar o'zingizga nomer qo'yadigan ish bo'lsa, birdan 10gacha qancha nomer qo'yasiz? 10 nomer. 7 nomer. 10dan 9 nomer. Naytib kamtar ekanda. 10ni ko'tarib yurdigan o'xshaydi. Bo'ldi, unda bo'lsa sizga omad tilaymiz. Tuvanda bugun kechki mayrimizda saknimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ko'ryapsizlar, Xinjiang Odukan madaniyat tarqitish chekish shirkati bilan Xinjiang Oshpaz Ustam yemak-ichmak chekish shirkati birlikda uyushtirgan Urumchi Hayot suv chekish shirkati shaxta maylari tojdorligini olgan Xinjiang Qo'shnur yemaklik taraqqiyot chekish shirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alohida qo'llagan shaxta Oshpaz Ustam talon sakniz programmasi. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, bugungi bizning 3 nafar mayirimizning ifodasi qanday bo'lgandi? Oldi bilan buningga biz ma ustozning so'zini taklif qilamiz. Qani, marhamat. 请我们的评委马老师为我们的3位选手进行点评。大家好啊，今天3手做了3道菜，是吧？第一个是手抓饭，是吧？加入了运用了咖喱，是吧？有那个咖喱的那个香味儿，还有那个香辣醇厚，这个菜做的也非常到位。第二道菜是吧？丸子拌面，是
是吧？丸子做的那个口感也松软，它也特别好。面也很筋道，很不错。第3道呢就是那个羊肉啊，做的那个口感挺软的，吃的那种感觉很香，口感也特别好。谢谢大家。好，谢谢老师点评。Şumayrimizga bizningki Bahargul xonimniki qandaq yurak so'zi va kino anglab bitgan bo'lsa, bizning bu Şumayirning shu ijodkorligi yuqori. Masalan, shu lag'manga kelganda qo'rqmayla vanzini qo'rimi qilib lag'manga ishlatgan. Mening demoqchi o'g'lim biz shu bizning ba'zi ta'mlarimizni bek qiliblashtırib olmasak. Masalan, cho'p qo'rimizni gambian somyan deymiz. Ko'pincha yerda cho'qim julsay bilan qo'risi bo'lmaydi degandek uqumlarla shuna qilib ketib boradi. Chinsay bilan qo'risimi bo'ladi, uning rangimi ko'k-ku. Yana boshqa ko'ktatlar bilan qo'risimi bo'laveradi. Qandaq ta'mni xolisa shu xerda shu buncha qo'rpasi bo'ladi. Demak, men bugun bir yangilik bor bu yerda. Burundan bu lag'manga vanzni sayqib qo'riydigan ishlar bo'lmaydi. Yana birisi mushu ba'zi atalg'ularga masalan bizning ta'mlarimiz xos atalg'ularni biz chuqum qo'llashimiz kerak. Masalan mushu chamg'ur deymiz, biz chuqum buni chamg'ur deb atishimiz kerak. Bu faqat mushadlar bor. Mushu beyi deymiz, beyini chuqum beyi deb atishimiz kerak. Shundaq yaxshi ta'mlarni epkipsizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Burada endi ko'pchilikka bizningki alayda taklifliq oziqshunos me'minimiz Zhao Huiyuan muallimning so'ziga taklif qilamiz. Marhamat. 那么这个我们评委之间和选手之间其实也是个互动交流的这么一个机会。新疆的选手呢，曾经也在去年前年呢，在香港协会在香港举办的这个烹饪大赛呢，我们新疆选手也连续去了几年。但是我感觉到，我们在北京也感觉到看到，在北京亲眼看到了这个新疆选手的菜带到了北京，我们也很开眼界。但是呢，毕竟大部分北京的厨师是来不了这儿的。但我们有幸作为评委，有幸能来到新疆，我们亲眼看到目睹了这个新疆真实的这个饭菜和它的特色。那么比如说我在去年前年我都在电视里看到了我们手抓饭，当时那个在那个味道中国的里边看到了手抓饭。其实手抓饭在我电视里看到的时候，我真的有一种冲动，什么感觉？我到新疆一定要吃一下手抓饭，就是电视里边演那个手抓饭的这个过程，制作过程啊。我们看到了以后，因为我们是搞烹饪、搞专业的，就它的过程我们感觉做得非常的美，而且非常精致。但是今天这个手抓饭呢，我是这样又想的，因为它是一个特殊的，可能是藏红花是吧？是吧？对，藏红花，然后突出这个药食材与这个药的这个结合，中药的结合，可能要是与我们养生有关系。但是我在电视里的感觉，我们的手抓饭是非常丰富、非常美的，有胡萝卜丁，还有其他小豆啊或者什么的，很多的色彩非常丰富，就是给我们的印象是这样。但可能因为我们说交流嘛，我不清楚你这可能是为什么不加那么其他的丰富色彩的东西？那可能是不是叫突出你的藏红花的味道？可能是这样啊。但是你那个围边这个我能看得出来，我能看得懂，因为这不存在我们其他的这个民族的自己的特色的问题。比如说你的那饭是黄色的，大部分都是黄色的，偏黄色。你用橘子片或那个去围了个边儿，黄跟黄围在一起了，这就串色了。你要是用黄瓜呢，超粗一点的黄瓜片，绿色的围一下边儿，然后把每个黄瓜片上边呢再点一个小的红点儿，比如说我们的红樱桃或者我们的车厘子。车厘子跟红樱桃还有个区别，红樱桃呢是发乌不透明，车厘子是透明的，像个珍珠一样，红珍珠一样，宝石一样。你要放到绿的黄瓜片上围一圈，然后能突出你这个米饭更突出你中间这个米饭的色彩，是吧？那这个第一道呢我就给你点到这儿。第二道呢是我们这是拌面，是吧？第二道菜拌面，我觉得口感非常滑润，润泽非常好，但是我觉得嚼劲不够。如果这个嚼劲再够一点，这个口感就更好了。这是第二道菜。第三道菜呢是这个强马菇这个炖肉，是吧？这个菜呢我觉得我也是在新疆这边，如果不来新疆
可能我比如说一生都不知道有这么个食材，有一个叫茶马菇的东西。哎，真是我真不知道，不是我不知道。你想想，那在其他外省市地区，老百姓更不知道了，因为我们搞烹饪的我们都不知道。你想想，其他人更不知道。再说，这个食材是我们地区是很有营养价值的东西。那我们那边的这个其他这个地区的人怎么样去做这羊肉呢？大部分都是用长白萝卜，也有管它叫象牙白萝卜来炖羊肉。那么这个如果按养生这个烹调手法，那么长白萝卜炖羊肉是在我们汉民那边基本上排在最前边的几位手法了啊。但是如果我们那边要值得有强马菇这么一个食材，刚才我也特意尝了一下口感，真的很好，它软中带又像萝卜又不是萝卜的口感啊，然后它还很绵，肉感很强，就吃到嘴里啊绵绵的像肉一样。但是汉民我们那边的长白萝卜就没有这种肉的口感啊，所以说非常好。好，恭喜你们啊！有点像软绵绵的感觉，软绵绵的像嚼到嘴里边像肉的口感啊。对。好，我就凭着这些吧。好，谢谢。好，谢谢赵老师的精彩点评。Nadira unda olsa Luqman ustozniki mayirlag'ilgan baho so'zini bir anglagan bo'lsak. Bulduk qani marhamat. Ba'liq ustozlarmi o'zining fikrini deb o'tdi. Bizning bu 3 mayirninki bugun aytgan tomog'i birinchidan bizningki an'aniy taomlarimizning biri. Buningga har bir mayirimiz yana o'zgacha ish qo'shgan, masalan palov bo'lsin, lag'man bo'lsin, hammasi degidek o'zgartish qildi. Buningda hammasining asosan ijodchonligi bor. Tomoq ustalarimizda polo bo'lsin, polo azaldan go'sht bilan birga kelib qolgan tomoq. Bugun u mayirimizmi poloning ustiga yana uchayni go'shtni silib, masalan, yesib shaklda qilib chiqaribdi. Bu bir yangilik. Anakaning go'shtnimi polo ichish jarayonida xili jafoliq izdanda go'sht. Shunchalik ish qo'shibdi. Mayirlarningki mushinchilik shu taomlar uchun kuch chiqarganligiga men rahmat aytaman. Rahmat ustozga. Luqmanja ustoz rahmat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ko'rayotganinglar Xinjiang Odukan madaniyat tarqitish shirkati bilan Xinjiang Oshpaz Ustam yemak-ichmak chekish shirkati birlikda uyushtirgan Urumchi Hayot suv chekish shirkati shaxta maylari tojdorligini olgan Xinjiang Qo'shnur yemaklik taraqqiyot chekish shirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alohida qo'llagan shaxta Oshpaz Ustam talon sakniz programmasi Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Xo'sh, bizning sevimlik mayirlarimiz bugungi o'zinglarning ifodasiga rozimisizlar? Rozi. Qani unda bo'lsa bizning bog'liqchi ustozlarimiz sizlarga qandayroq baho va nomer berdikin birlik ko'rib baqaylik. Oldidan bizning bugungi birinchi nafar mayirimizga qani ustozlar 9 nomer, 10 nomer, 9 nomer, 9 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. İkinci nafar mayirimizning nomeri 9 nomer, 7 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 8 nomer. 8 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa bizniki 3-nomerlik mayir Nuraliga bog'liqchi ustozlarning qanday nomer qo'ydikin bir ko'rgan bo'lsak. 9 nomer, 8 nomer, 10 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 10 nomer muborak bo'lsin. Vay, muborak bo'lsin ha. Biz bu 3 mayirimizning nomeri asosiyatdan farqlanib ketmaydi ekan, o'xshash. Bularning uchinchisi Qashqardan keldi deb birinchi yil qilyapti. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Buldu qadrli do'stlar, unda bo'lsa biz yuqorida shu baholg'uchilarimizning va oziqshunoslarning 3 mayirimizga bo'lgan bahosini anglab o'tdik. Tuvanda biz shu 3 mayirimizning eng oxirgi natijasining qanday bo'lganligiga birlikda qarab baqaylik. Bo'ldi unda bo'lsa 3 mayirninki natijasiniki texmi adil bo'lish uchun Xinjiang Subiy advokatlik o'rnidan Rahmanjon Olim apandimni mushu mayirlarninki natijasini e'lon qilib bergan bo'lsa, ha? Qani marhamat. Marhamat. Bo'ldi, unda bo'lsa mazkur sondagi 3 mayirning tamoqlarini bog'liqchi ustozlar ko'rib, tetib bo'lgandan keyin o'zining nomerini qo'yib, hozir natija e'lon qilish oldi turibdi. Unda bo'lsa biz yana shu tövanda yuqori qarta e'lon qilsak. Bizning bu sondagi oshpazlar talon sakinsida Xinjiang Qo'shnur yemaklik taraqqiyot cheklik shirkati. İmam Ustam
68 numara bilan 3-likka erishdi. Mana qizning javob bilan Muborak olsun, muborak olsun. Mayerlarimizdan Nurali ustam 71 numara bilan bugungi 2-likka erishdi. Muborak olsun. Muborak olsun. Mayerimiz Abdurahmon ustam 74 numara bilan chempionlik erishdi. Qani muborak olsun. Muborak olsun. Muborak olsun, qarshi olamiz. Abdurahmon ustamniki atgan polosi tozini tetib ketgan o'xshaydi, ha? Shundoq. O polo bormi, ish qilib tugidimi? 1 yillikni biroq etib olgan-ku deyman. Fursat olsa bizni tetib boqamiz. Bo'ldi, buningga biz Şinjan Aşpazistan yemak-ichmak boshqarish cheklik shirkatining shirkat mudiri Irshad apandimni mukofot buyumi taqdim berishga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Qizg'in olqishlarimizni bizning sahnadagi uch mayrimizga yo'naltayotgan bo'lsak, yana bir qator muborak olsun. Muborak olsun, muborak olsun. Programmamızın tajdorligini Şaxta Ammayları, Hozur Tögüsti, Hozur Öşküsti atkanchini ishlab chiqargan Urumchi Hayot Savdo cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Tuanda biz Urumchi Hayot Savdo cheklik shirkatininki shirkat vakili To'rg'unjon apandimni so'z qilib berish taklif qilamiz. Marhamat. Yaxshimisilar mayirlar. Imomjon, sizni so'rab baqsam. Sizniki o'zingizning oshxonasi bormi yo oshxonada ishlaymsizmi? Oshxonada bosh ustam. Bosh ustammi? Agar hamkorlashishni xohlab qolsangiz biz Urumchida bir oshxona ochib hamkorlashsak bo'ladi. Agar o'ylashib baqsangiz bo'ladi. Agar Qashqarda mush ashlarga meni setaverma deb qolsangiz, u o'zingizning ixtiyori. Ammo keng doiralik endi buni boshqa kengaytirib desangiz hamkorlashsak bo'ladi. Agarda hozirgi o'zingizning xizmatiga, hozirgi o'zingizning shu kirimiga toza rozimsiz, shu To'rg'unjon apandimni o'ylashib baqsangiz bo'ladimi? Bo'ldimi? Kaptan bo'ldi. Mukofotni bermay saqlab bo'lmaydi degandekan. Sizlarga mening yana azroq qo'shim ko'nglim bor. Hayot shirkatimizniki huzur to'g'isi aytganchayi, huzur to'g'isi parashuki, shundaqla huzur o'chkisi aytgan chaylardan bir yurish so'q qilay. Rahmat. Rahmat. Unda olsa Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot cheklik shirkatining qurg'uvchisi Yosinjon apandimni ikki so'z qilishga taklif qilsak, ha? Yaxshimisizlar mayirlar? Men shaxsan bugungi aytgan tamoqlaringlarni hammalaringni bek yoqtirdim. Men Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot cheklik shirkati ishlab chiqargan qo'rdoq, lag'man, suyqash qatorliq tamoqlarni voyaga yetkazib etishda sizlarga lozim bo'lgan yurishlik kasmi cho'plardan bir yurishdan undan keyin to'qimchilik zavodida ishlab chiqargan erlarga, ayollarga, bolalarga mos keladigan har bir turdagi paypoqlarimizdan bir ko'ribkani hadiya qilay. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Rahmat. Esel. Bo'ldi, endi biz Şinjan Bodun Savdo cheklik shirkatining qonuniy vakili Rajab Imin apandimning so'zlarini anglab boqaylik. Men sizlarning g'ayrat, shijoat, ijodkorliginglarga rahmat aytaman. Agar bizning shirkatimizda, Bodun shirkatimizda kirib ishlashni xohlasanglar, sizlarga yeshil chirig'imiz yo'q. Rahmat. Esel. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Unda da mush programmani yaxshi ketib bordi. Mayli mayirlar bo'lsin, mayli baliq ustozlar yoki shirkatlar bo'lsin, nayt maslashqa asosda. Mayirlarga biz dedik, masalan, shundaq qonunni o'rganish kerak. Davlatimiz hozir nurg'un yaxshi qonunni, nizomlarni chiqarib yotadi. O'rganish kerak. Mush to'g'riliq turgan mayirlarga dedik. Hamda bizning bugun bu shirkat kim deydi hozirroq gapiramiz vacho. Shirkat birinchidan odam ishlatuvchi o'rin. Odam ishlatuvchi o'rinninki, ama qonundagi o'rni mavu ishlatuvchilarga qaraganda sal murakkab bo'ldi-ku. Uning ustiga mas'uliyat nihoyatda jiqildi bo'ladi. Bunda qilib qolasida hamda bizning bu shu korxonchilarga tavsiya qilgan emas, bularning qonunini o'sish kerak birinchidan. Har qanday usulda qonun bo'yicha o'zini qo'g'dish kerak. Bo'libmi mana bugungi sakna birinchidan mayirlarning o'zining talantini bizga namoyon qilgan sakna. İkinchidan, mayirlarning mushakilab ustozlardan hamda boshqa mayirlardan bir o'g'inish, bir o'gindigan bir sakna.
Yana bir jihatdan nima deganda o'zining talantini mishta namoyon qilgan asosda mishada o'ltirgan korxonchilarga o'zini tunutish hamda jamiyatga o'zini tunitish mushundaq bir sakni bu-chu. Mushu korxonchilarmi, mushu mayirlar bilan o'zining mushta hamkorlashqisi borligini, mushundaq o'zining mushundaq kelib ishlashini yoki o'zi bilan birga hamkorlashib ma'lum bir turni ijod qilishini o'tirib qo'ydi. Hamda mushundaq ahvolda biz qanday qilamiz? Eng avval chuqum mayirlar bilan yoki boshqalar bilan bo'lsin, mushkil ahvolni hosil qilish uchun bir to'xtam degan narsa kerak-ku bu yerda. Odam ishlatuvchi organ bilan emgakchilar o'rtasidagi to'xtam bu nihoyatda muhim narsa, ham nihoyatda zil narsa bu. Masalan, o'tganda san dedik, biz tunishlar deb to'xtam tuzmaydigan yoki to'xtam tuzishga sal qaraydigan yoki to'xtam bizning qonun engimizda to'xtam tuzish darajasiga bormaydigan nurg'un korxonchilar bor hozir. Oxiri nima bo'ldi? Mushu bir to'xtam tasidan atogul nurg'unlagan davo kelib chiqdi. Mush qonun bilan qurollanganda o'zinglarning huquq manfaatini texim yaxshi qo'yib qo'ydi. Bunday qilib rahmat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Bo'ldi, unda bo'lsa bizning 3 nafar mayirimiz o'zinglarning yurak so'zlarini bir biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsanglar. Men o'shlarga chiqishimga, namdamda bo'lgan ota-onamga, materiallarni menga yetkazib bergan ustozlarimga men tarbiyalab mushtarak seni chiqargan Osmon Jastamga ko'pchilik rahmat aytaman. Rahmat sizga. Bundan keyingi orzuyingiz nima? Bundan keyingi orzuyim shu yosh bolalarni bekor qilmay, o'ynaygansa, texnik yetkazib mansam, yana yangilik olib uyilib mansam deyman. Bir yaramli ustoz bo'lishganda orzuyingizga cho'qim yetsiz. Sizga omadlar yorsin. Bo'ldi, bizning siz nomor mayirimiz. Imomjon. Menimcha qo'llab quvvatlab o'tgan ota-onamga, ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmat. Shu talon sahnasida bizga baho bergan barcha ustozlarga rahmat. Bo'ldi. Nurali. Men shu fursatdan foydalanib, meni baquvchan qilgan ota-onamga, ham shu kesni o'gitib, meni mushtarak kim erishtirgan Osmonjon ustamga, ham shu kenimizdan qo'llab bizning ishlayotgan o'rindagi lobanlarga rahmatimni bildiraman. Bo'ldi, biz ishmoyirimizni yana bir qatam tabriklaymiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, sizmi tamoq etishga qiziqamsiz? Tamoq etish jihatda o'zingizning aloyligini namoyon qilishni o'ylamsiz? Agar shunday bo'lsa, bizning Oshpaz Ustam talant 8 programmamizga qatnashishni unutib qolmang. Bizning sahnimiz sizni qarshi oladi. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, programmamiz bu yerda oxirlashdi. Bizning kelak sondagi programmamiz texnik sarxil, texnik nadir. Kelak sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.